Sizni kambag'al qiladigan 3 ta odat. Eng yomoni ko'pchilik buni oddiy odat deb hisoblaydi. Birinchi odat, ko'zini ochishi bilan telefonini qo'liga olish. Hali kun boshlanmasdan miyangizni boshqalarning hayoti, yangiliklari va tashvishlari bilan to'ldirasiz. Boy odam ertalabni o'z rejasi bilan boshlaydi, telefoni bilan emas. Ikkinchi odat, pul tushishi bilan uni sarflab yuborish. Maosh keladi, telefon, kiyim, dam olish, yeb-ichish. Boy odam esa avval pulini bir qismini chetga oladi, qolganini sarflaydi. Shu kichik odat 10 yilingizni osmon bilan yerdek farq qiladi. Uchinchi odat, ko'pchilik shu yerda yutqazadi. Har bir bo'sh daqiqalarini ko'ngilochar, har xil prikolni videolarni ko'rishga sarflaydi. Kuniga 3 soat, 1 yilda 1000 soatdan ortiq. O'sha vaqtda boshqa odamlar ko'nikma o'rganadi. Vaqt pul emas, vaqt puldan ham qimmatdir. Endi rostini ayting, bu 3 ta odatdan nechtasi sizda bor? Agar bu odatni o'zgartirib, kunlik pul yig'iladigan tartibni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, mening Telegram kanalimda qadamma-qadam yozib qo'yganman. Havola profilimda.